Xo'p, Ozodjon, mana endi YouTube kanalimiz a'zolariga avvalambor assalomu alaykum. Hozirda Buxoroda 7-mart. Bilmadim nima uchundir ayollar bayramiga hovuni sovuq qilib qo'ydi. Sho'xlik qilib qo'yaman hamma ayollarimizni, mana shu respublikamizda go'zal ayollarimiz, apa-ukalarimiz, onaxonlarimiz, opa-singillarimizni hammalarini mana shu ayyom bilan tabriklayman. O'shani evaziga sizlarga bugun Xudo xolasa 8 ta syomkamiz bor bugun. Ulgurishimiz kerak. Sizlarga ana shularni taqdim etamiz. Orasidan bittasini tanlab, nasib bo'lsa, endi tanlab Xudo xolasa olishinglarni istab qolaman. Yoki mana shu erkaklarimizga aytamiz endi, o'rtoqlarimizga o'shalarga podarka qilib qo'ysin. Orasidan bitta podarkasini tanlaysizlar Xudo xolasa. Niyat qilib qolamiz, like bosamiz. Hozirgi obyektimiz 65 kvadrat, 40 ming AQSh dollarida chiqaryapmiz. 3,5 ga 8. Mana shunaqangi katta zal, Pech kollej deymiz. Ekskavatorni, aniqrog'i Pech kollej mana shu Sharq Korzinka deb kelaverasiz. Juda ham chiroyli obyektga yetib keldik biz. Mana shunaqangi chiroyli remont, shunaqangi qandillar, natijali patolog bug'maydigan remontdan tashkil topgan. Eshiklari ham juda ham chiroyli baquvvat eshiklar, MDF eshiklari. 2 xonalik. Bu yoqda esa spalniy usul ajratilgan joyi. Birma-bir hammasini ko'rsatamiz. Xudo xolasa ulgurishimiz kerak. Bugun juda ham ko'p syomkamiz, nasib bo'lsa sizlarga tavsiya qilamiz shuni. To'q kontur kachol istib beradi. Kirirish qismidan remont juda ham go'zal, chiroyli remontdan chiqarishgan. Mana shu uyimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Mana bu yoqda esa bizning sanzol qismimiz. Buni ham ko'rsating Ozodjon. Birma-bir hammasini ko'rsatamiz. Keling, oshxonamiz ham bor. Oshxonamiz farq qilingan, stiralka uchun joy tashlangan hamda to'q kontur kacholimiz o'rnatib qo'yilgan. Gaz suv счетчиklari hammasi o'rnatib qo'yilgan, foydalanishga topshirilgan. Yoqqan tarafi 2-qavat. 40 ming AQSh dollarida chiqaryapmiz. Batafsil ma'lumot uchun albatta pastda raqam qo'yamiz, biz bilan bog'laning, like bosing, tarqating. Salomat bo'ling.